Kimda nima gap? Oradan bir semestr o'tdi. Men o'zim magistraturani birinchi semestrini tugatdim. Hop, koreys tili bo'yicha teaching umuman to'xtadi. Bu davr ichida o'zimda boshqa yo'nalishlarda o'rgandim. Va ana endi yana qaytadan boshlanyapti. Negaligi haqida ham aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda topik masteringni boshlashimizdan maqsad bu o'sha topikdan yaxshiroq natija qilish o'zim 2026dagi planlarim ichida bor. Undan tashqari ko'p o'quvchilar bilan juda ham ko'p vaqt, bir yilga yaqin o'qiganmiz. Eng oxirgi bosqich qolgan, natija qilish bosqichiga yetganimizda mana shu o'qish tugatishimiz kerak bo'lib qolgan. Meni Koreyaga kelishim sababli va shu ishni ham oxiriga yetkazib qo'yish. Shu hammasini juda ham yaqin odamlarim ham, ko'pchilikni talab bilan qilinyapti bu kurs. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Xo'p, davom etamiz. O'zi topic mastery degan so'z o'zi sizlarga aytadigan bo'lsam, o'zi nomi bilan birorta sohani master darajasiga chiqish deydigan bo'lsak, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, topic masteryda o'sha har bitta oyda bo'lganman, 3-daraja, 4-chi, 5-chi, 6-chi qilib, u har bir oyda savol turlarini o'sha master darajasida yechishga o'rganamiz. Qay tarzdaligini taqdimot davomida sizlarga aytib o'taman. Hop, nima u yesa bo'ladimi? Yesa bo'lmaydi. Okay, davom etamiz. Bu postni kanalga ham jo'natgandim. Biz yanvar oyida faqat 3-daraja savollarini, ya'ni Samgap Mastery bo'ladi. Bu yerda e'tibor qaratadigan jihatimiz TITkidan 20-savolgacha, ilkidan 20-savolgacha, SIGIdan 51, 50, 53 ta o'zi o'rgatiladi. Faqat 3-daraja ekan. Keyin savol ham bo'ldi orada. Meni darajam o'zi 3. Men fevraldan qo'shilishim kerakmi degan savolga, yo'q, siz yanvardan qo'shilishingiz kerak. Sababi o'ylab qarasanglar, mana shu 3-daraja savollari 300 balldan 130 ballni egallagan. Bu juda ham katta qism. Bu haqda kanalda ham aytdim. Agar siz 5-6 olmoqchi bo'lsangiz, siz bu savollarni 15-20 minut ichida tugatishingiz kerak bo'ladi. Masalan, ilkini dastlabki 1-4 savollari grammatika bilan bog'liq, to'g'rimi? Shu savollarga o'sha to'ralasini ham 1 minutda ichida o'sha to'rala savolni ham hal qilishingiz kerak. Masalan, 5dan 8 gacha ham to'ralasini ham 1 minutda o'sha yechib tugatsa bo'ladi. Shu darajaga chiqsangizgina siz 5-6 ola olasiz degan narsani men ham ustozlarimdan eshitganman. Rostdan ham shunaqa. Shu darajaga chiqasiz, keyin 43-savol. Agar 43-savolni ko'rgan bo'lsangiz, shu juda ham katta, eng katta savol 43-savol. Ana shu savollarga fokus qila olasiz. Va mana shu narsani rivojlantirish uchun ham har bir savol turi uchun biz bu kurs davomida 100 ta mashq ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar odatda e'tibor bergan bo'lsangiz, men ham oldingi kurslarimda, oldingi potoglarda endi maksimal 20 ta har bir savol turi bo'yicha, masalan 4-chi, 5-chi savolni o'rgatyapman. Masalan deylik, 20 tacha misol ko'rib beraman. Ko'rib bera olaman, chunki u vaqtning naqasi bor, to'g'rimi? Vaqt o'zi o'tib ketadi, keyingi mavzuni o'tishga to'g'ri keladi. Lekin bu kursda har bir savol turi bo'yicha 100 ta. Shuning uchun ham challenge deb nomlaganmiz. Challenge bu o'sha juda ham nima deydi, qiyinroq bosqich, qiyinroq ish, challenge deydigan bo'lsak, bu biz uchun ham, men uchun ham challenge bu. Buncha savolni topish. Lekin xayriyatki, men dastlabki savollarni materiallarini o'zi tuzishni boshlaganman. 1-4 savol turi uchun Bahodir yordam bergandilar, o'zlari ham katta bo'lsa kerak. 184 ta test topdik. 184 ta. Endi o'ylab ko'ring-da. Masalan, shu 1dan 4gacha 184 ta testni ko'rgan odam imtihonda xato qilish ehtimolligi juda ham kam. Kursning asosiy challenge deydigan qismi mana shu yer. Ya'ni har bir savol turi uchun 100 tadan mashq misol ko'rilishi. 4-chi, 5-chi daraja savollari 21dan 30gacha, tetkida ham ilkida ham bu to'rgib deyiladi. 30dan 40gacha 5 gap, buni hamma biladi. 54-chi savolni chungup darajada yoza olish, bu 4-chi, 5-chi daraja. Agar siz chungup darajada 54 da to'liq yoza olsangiz, 5 gapga bemalol yetadigan ball olsangiz bo'ladi. Maqtanish uchun emas, prosta menda shunaqa tajriba bor. Shuni ko'rsatish maqsadida men hamma topik natijamni jo'natdim. Ko'rgan bo'lsanglar kerak. Oxirgi
5 darajaga chiqqanimdan keyingi CG ballarim o'zimni xolis tahlil qiladigan bo'lsam 66 balldan boshlangan 72 ballgacha 66, 68, 70, 69, 72 bo'lib qolgan. Bu degani men CGni yaxshi yozaman deb ayta olmayman. Masalan 72 ball bu deylik topikda 6 adashmasam 76 balldan boshlanadi. O'rtacha hammasi 76 qilsangiz 76 ni ko'paytirsangiz adashmasam 230 ga yetib boradi. Meni ballim shu 6 darajada emas, menimcha 5 darajada yoza olsam kerak deb o'ylayman. O'zim ham shu narsani yaxshilab o'rganmoqchiman. Elektr CGni o'rganmoqchiman ham, o'rgatmoqchiman ham. Xo'p, biz fevral oyida elektr chungi darajada yoza oladigan levelga chiqishimiz kerak. Va bu bo'yicha yetarlicha vazifalarni tayyorlab qo'yganman. Mart oyida esa haqiqiy emas, eng qiyin, challengeli oy bo'ladi biz uchun. O'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar kam bo'lsa-da, ularni qiyinlik darajasi balandroq. Tetki ilki 41 dan 50 gacha, sigi elektrni ko'p darajada yozishni o'rganishimiz kerak. Men hozir sirazi masalan 2 oy uchun hozir tayyorman. Bemalol javob bera olmayman. Buni cho'tga o'rgatib berishga, lekin mart uchun o'zim ham yaxshigina tayyorgarlik qilishim kerak. Chunki kurs o'tishdan maqsad bu prosta emas, o'rgatish emas, o'zimni bilimimni ham takrorlab, o'zim ham natija qilishni xohlayman. Shuning uchun men ham challengerman bu kursda, siz ham challengersiz. Shunday. Xo'p, kelinglar unda yanvar oyidagi plan bilan tanishtiraman. Bu planni guruhga adashmasam jo'natmaganman. Xo'p, bir daqiqa buni kanalga tashlab qo'yaman. Kelinglar endi yanvar oyidagi planni birga ko'rib chiqamiz. Bugun orientation, ya'ni kurs haqida qilishimiz kerak edi, bu bo'lyapti. Xo'p, kursda 16 ta jonli dars bo'ladi va 14 ta test va tahlil bo'ladi. Xo'p, masalan, ertangi 4-yanvardagi planimiz bu ilkidan 1-4 savollar ko'rib chiqish, ya'ni o'sha grammatikaga aloqador bo'lgan savollarni ko'rish bo'ladigan bo'lsa, 5-yanvar kuni bizda test va tahlil bo'ladi. Test va tahlil nima degani? Oldin o'rgangan bilimlarimiz asosida biz test yechamiz. Test qanday bo'ladi? Men u uchun bot yaratyapman. Botdan o'sha vaqtda test keladi. Siz javoblaringizni belgilab botga yuborasiz. Botdan nechta to'g'ri topganingiz test deadline tugagandan keyin umumiy hammani natijasi bilan o'zingiz natijangiz qaytadi va deadline tugagandan keyin guruhda tahlil keladi. Har bitta savol uchun nega ikkinchi javob to'g'ri edi, nega birinchi javob to'g'ri emas edi va o'sha ikkinchi javob to'g'ri bo'lsa, siz qaysi kitobda mana shu narsani o'rganishingiz kerak edi. Mana shu narsalar tahlil qilingan versiyada siz qabul qilasiz. Men jonli darslarda 16 ta darsni, demak bizda bir oyda 16 ta dars bor ekan deb tushunsak bo'ladi. 16 ta darsni hammasini o'zim o'taman. Test va tahlilda testlarni ham o'zim yuklab qo'yaman. Tahlilini boshqa challengerlarimiz ko'rsatib berishadi. Ularning natijalarini ham guruhda kanalda ulashgandim. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, o'zlari ham shu yerda. Kamida o'zi bittalarda 5-daraja, qolganlarda 4-daraja bor. Va ular haqida gapiradigan bo'lsam, hozir ular uchun ham o'zi alohida table bor edi, page bor edi. Lobaroy, Zuhra, Diyor, Baxtir, Kamila bular bizga yordam beradi. Bularning tajribasini ham o'rganishlar mumkin. Bularning ham maqsadi natijasini ko'tarish. Demak, hammaning maqsadi o'xshayotgan, hammamizning maqsadimiz bir ekan, to'g'rimi? Xo'p, Lobaroydan ham ko'p narsa o'rganish mumkin. Maragi TV g'olibi bo'lganlar. Xo'p, Kamila GKS granti bilan o'qishyapti. Bahodir Inhada student, Zuhra ularda ham, Zuhra bilan Diyorada ham shu o'qitish bo'yicha tajribalari ham bor. Biz bilan ham birga o'qishadi. Xuddi siz qilgan vazifani ham birga bajarishadi. Kerakli joyda siz bemalol ulardan yordam so'rasangiz, tajribalarini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Vazifalaringizni tekshirishda ham albatta bular yordam beradi. Va hozir test va tahlil kunlari, tahlilini men emas, ular masalan dushanba kundagi tahlil Lobaroy tomonidan, chorshanbadagi Diyora tomonidan sizga tahlil qilib berilar ekan. Xo'p,
bir tur, demak, ilki bir turda biz shu savol turi bo'yicha kamida 100 ta savol ko'ramiz. Ilki 5-8 ta, ilki 1-8 da ham kamida 100 ta ko'ramiz. CG 51 da ham 100 ta 51 CG, shu tarzda davom etamiz. Tushunarli? Xo'p, demak, har bitta, demak, 20 gacha ko'rib bo'lganimizdan keyin 51, 52, 53 ta oyning oxirida biz oxiriga 4-haftaga qaraydigan bo'lsangiz, ilki shixom turibdi, tikki shixom turibdi. Ya'ni o'rganilgan demak, testlardan kelib chiqib bitta exam qilamiz. Unda siz hop, kim qanday o'rgandi? Mana shu narsani tekshirish uchun maqsad 100% natija qilish. 1 ball ham berib qo'ymaslik. Mana shu darajaga olib chiqish uchun o'zim ham sizlar ham harakat qilishinglar kerak. Prosta oddiy kurs emas, sizga aytadigan bo'lsam, rostdan ham shu challenge deyapmiz-ku, shunga o'xshagan nimadir qilmoqchiman. Har bir savol turi uchun 100 ta mashq. Xo'p, bitta fayl ko'rsataman. Okey, 1 daqiqa ekran ulashishim kerak. Xo'p. Menimcha ko'pchilik self study guruhda bor, qo'shilganlar ham bo'lsa kerak. Self studydagi materiallardan ham orada foydalanamiz albatta. Self studydan juda ham katta baza bor. Undagi fayllarni ba'zi qismlari ham qo'shilgan bu yerda, lekin ularga men masalan mana bu mashqlar self study guruhdagi darslarning ichida bo'lsa, ularga 1-2 deb nom bermadim. O'sha alohida yangi testlardan boshlab mana 1-2 qilib testlarni yig'ib chiqdim. Bu ertangilik darsni programmasi. Ya'ni o'sha grammatikani o'rganamizda. Siz shu 184 ta test ichida faqat shu savol turi bo'yicha 2 kun davomida vazifa qilasiz, bajarasiz. Sirada buni darsda ko'rib chiqqanimizdan keyin mana shu 180 bitta ekan, 180 bitta ekan. Buni ko'rib chiqqanimizdan keyin sirada ertaga test bo'ladi. Botda. Bu botni ham hozir qanaqa ishlashini sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, bizda havo juda sovuq. Meni ozgina mazam yo'q. Ovozim g'alati borayotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, mana endi boshqa ekranimda ulashishim kerak sizlarga. Xo'p, demak 100 ta mashq nimaligini tushundinglar. 100 plus desanglar bo'lar ekan, demak 100 tadan ko'proq ekan. Men yo'l ko'rsataman, yurish sizdan. Ya'ni nima demoqchiman? Tajribalarimdan kelib chiqib, shuni qilsangiz, shunaqa narsa bo'ladi deyildimi? Masalan, darsga kirishni o'zi yetmaydi-da. Siz o'sha aytilgan vazifalarni bajarib chiqishingiz kerak. Uni track qilish uchun, ya'ni kuzatish uchun bizda checklist bor. Bu eski versiya, yangi versiyani ham dars oxirida ko'rsataman. U ham tayyor bo'ldi. Va bizda bot, ya'ni darsimiz yo'q kunlari 4 kun dars bo'lsa, orada 3 kun, haftaning 3 kunida dars bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? O'sha kunlari lekin test bo'ladi. Testning ham vaqti bor, ya'ni xuddi shu dars bo'ladigan 10 da, hozir Koreya vaqti bilan 10 da siz botga kirib, testni yechib, natijani jo'natishingiz kerak. Hozircha ikkita button bor, ya'ni aktiv testni olish qilsangiz, o'sha paytda sizga yuklangan, o'qituvchi tomonidan yuklangan test jo'natiladi. Testda kod bo'ladi, mana 1 2 3 4 masalan, sarlavhasida bo'ladi va siz javoblarni mana bu tartibda masalan 1 1 1 yoki 1 2 3 4 deb jo'natsangiz bo'ldi. Qabul qilindi deb SMS keladi sizga. Deadline tugagandan keyin bir soat, endi vaqtni ham belgilab qo'yaman. Guruhning natijasi sizga yetib keladi. Va yopiq guruh dars albatta o'qimoqchi bo'lganlar bilan saralanadi-ku. Yopiq guruhga qo'shilganinglarda sizlar uchun quyidagi bo'limlarga bo'lingan guruh. Ya'ni bu yerda men sizga hozir qaysi kitoblardan yana qo'shimcha foydalanishimizni ham aytib o'taman. Kursga qo'shilish uchun sizning darajangiz kamida 3 bo'lishi kerakligini aytganman. Va masalan 3-darajali o'quvchi ham level up qilish uchun, 5 ga ko'tarish uchun nima qilish kerak? Albatta general Korean bo'lish kerak. Ya'ni koreys tilidan
tushuna olish kerak, o'qiy olish kerak, so'zlarni bilish kerak. Uning uchun albatta biz qo'shimcha materiallar, kitoblar bilan o'qishimizga to'g'ri keladi. Endi topic mastering ichida faqat shu 100 ta savol ko'rish deganim bilan agar faqat sizlarga faqat topikni o'rgatadigan bo'lsam, har darsda topik ketadigan bo'lsa, baribir o'xshamasligi mumkin-da. Chunki topik ham testda bu nomi bilan, ya'ni o'rgangan bilimingizni tekshirib beradigan. Siz qancha bilimingiz baland bo'lsa, topikdan natija bemalol qilaverasiz, qaysi imtihon bo'lsa ham. Shuning uchun bizda qo'shimcha manbalar bor ekan, lekin bu rasm teskari bo'lib qolibdi. Xo'p, birinchi classroom bu yerda bizning sinfxonamiz, odatiy chatlar yopiq guruhda mana shu classroomda bo'lib o'tadi. Segi bu yerda birinchi oyda har hafta 51-53 uchun o'rganganimizdan keyin har hafta topshiriq beriladi. Fevral oyidan boshlab topikdan tashqari oddiy mavzularda yozish uchun mavzu berib turaman. Siz uni yozib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Bunisi practice board, ya'ni practice board mana bu testlarni tahlili va natijalar bu yerga yuklanadi. Undan keyin grammatika kitobi uchun topik 150 ta topikda eng ko'p uchraydigan grammatikalar kitob bor. Kimdir o'qigan bo'lishi mumkin. Menimcha bu kitob hozir 3-daraja, mana bu yanvar oyi uchun juda ham to'g'ri keladi. Shu kitobni bilsanglar 20 gacha xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Lekin fevraldan ham yuqori daraja grammatikalarni albatta ko'rishimiz kerak. Uning uchun Grammar in Use degan kitob bor. Advanced'ni o'qishni plan qilib turibman. Lekin yanvar oyida u kitobda o'qish planimizda yo'q. Shu Topic 150 da o'qishimiz kerak ekan. Listening uchun Get It Korean va Talk to Me in Korean dan vazifalar belgilab chiqdim. Get It Korean'da oldin studentlar o'qigan. Talk to Me in Korean da menimcha hamma bilsa kerak. U bo'yicha qanaqa vazifa qilish kerakligini sizga yuboraman, aytaman. Siz uni bajarib jo'natishingiz kerak bo'lar ekan. Reading bo'yicha Munhwaga innan hangugo 3-sidan, chunki biz hozir 3-darajani master qilyapmiz, to'g'rimi? 3-sini o'qiymiz. Va dars materiallari va oxirgisi nima edi bu? Vocabulary, ya'ni lug'at. Sizga aytsa masalan, lug'at kursi bo'ladi-ku, to'g'rimi? Alohida lug'at kursi o'qiyotganlar ham bor. Topic mastering ichida ham bor lug'at kursi. Qaysi lug'atdan boshlaymiz desanglar, kurs lug'ati essential words, ya'ni essential 2000 talik lug'at bor, bilsanglar, ana shuni chungup levelini tugatamiz. Yo'q, yanvargacha tugamaydi, fevralda o'rtasigacha tugaydi, chunki intermediate-da 3-4 daraja hisobga olingan. Fevralda o'rtasidan mart oxirigacha 2000 talikni ko'gipi chiqdi, o'tgan yili chiqdi, adashmasam 1,5 yilcha bo'lib qoldi. Ana shu lug'atni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Menimcha shu ikkala lug'at 4000 ta so'z, xudo xolasa 6-chiga ketadi. Chunki o'zim ham yodlaganman, ko'gipini hali ko'rib chiqmaganman. Yaqinda boshlagandim, ozgina ko'rganman xolos. O'sha kitob yangi hali. Men o'qiyotganimda kitob yo'q edi. Oxirida yangi vazifalar bilan biroz tanishtirib o'taman, yangi jadval bilan. Bu eski jadval, prosta. Mana bu vazifalar qanaqa qilinishini men sizlarga tushuntirib beraman. Sizlar vazifa jo'natasizlar, baholaring qo'yilib ketiladi har safar, intizomiylar track qilinadi, xolos kuzatiladi. Agar kimdir sustlashadigan bo'lsa, ogohlantirish beriladi. Yana ogohlantirish beriladi. Uchinchisida nima bo'lishini o'zingizlar bilasizlar, to'g'rimi? Xo'p, kursga kirish talablari bu ham sizlarga yangilik emas. Xo'p, birinchi o'rinda 3-yanvardagi orientationga qatnashish, menimcha bilyapsizlar, kurs nimaligini ko'pchilik tushunyapti hozir. Undan keyingisi sizdan talab qilinadigan daraja 3-gup, ya'ni 3-4 bo'lsa, 5-6 qilish uchun okey, yetadi. Kursga kirishga yoki topik topshirgan bo'lsangiz, kamida 110, shu 110 atrofida kerak. O'sha 100 dan past bo'lsa, menimcha qiynalasiz. Siz hali 3A3B o'qishingiz kerak deb o'ylayman. Qo'shiladigan odam ham hech yo'q 3-daraja bilan tanish bo'lish kerak-da. Haliga topik 2 gib olganlar bo'ladi, topik 1dan 2 gib olib turib, hali 3-darajani ko'rmagan o'quvchi uchun tavsiya qilmayman, qabul ham qilmayman. Menimcha bu narsani kimlar uchun to'g'ri kelishini ham tushuntira oldim deb o'ylayapman. Challengelar haqida gapirdim. Topik bu IQ emas. Topik bu sistema. Har bitta savol turini o'ziga yarasha siri bor, siri emas, nima desa bo'ladi, texnikasi bor. So'zni bilmasangiz ham
Bu degani polni bilmasangiz ham emas, orada chiqib qoladi-yu, qo'rqib ketasiz. Voy, shu so'zni yodlaganimda shu testga yechardim deysiz. Ana shu paytda shu so'z bilan ham qanaqa ishlashni yo'llari bor. U yo'lni qachon bilasiz? Practice qilaverasiz, keyin o'zi shunaqa qobiliyat paydo bo'ladi sizda. Mana shunaqa bo'lsa kerak deb turib yechib ketadigan. Demak, masalan, men ham o'ylardim, o'sha 35 dan u yog'iga yecha olmayapman, o'sha tishim o'tmayapti deydiganimda o'qituvchim yo'q, qaragin, mana bu yerda bunday qilsang, topsang bo'ladi. Shu orqali javob ketsang bo'ladi degan narsani tushuntirib bergan. Men ham sizlarga shu narsalarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Menimcha shu 100 ta lab test ko'rsanglar, bu narsa albatta bu qobiliyat sizlarda rivojlanadi deb o'ylayapman. Xo'p, va bonus bitta maslahat bo'lishmoqchiman shu yerda. O'zim Koreyada Korean trackda o'qimadim, English trackda o'qidim, lekin mana bu keyingi semestrga Korean trackdan dars olib ko'rmoqchiman. Lekin Korean track qanaqa bo'lishi o'zimni tanishlarimdan, yaqinlarimdan u haqida ham xabarim bor. Bu hozir aytayotgan bitta maslahatcha kimga bo'ladi? Ingliz tili bilsangiz ham, koreys tili bilsangiz ham, masalan, IELTS, TOEIC bu sizni bu prosta sistemada tilda qanchalik foydalana olishingizni bilmadim, qaysi ma'noda ko'rsatib beradi, lekin haqiqiy masalan universitet hayotida yaxshi moslashish uchun nima qilish kerak? Qo'shimcha shu tanlagan yo'nalishingizga doir paperlar bo'ladi-ku, masalan, akademik paperlar, kimdir nimanidir qaysi mavzuni o'rgangan, shu o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha kitoblar, ana shularni ko'rib ketishingiz kerak ekan. Men ham baqa kelganimdan keyin o'sha ingliz tilini qaysidir levelda bilsam ham, baqa kelgandan keyin shunday qo'limga paperlar berishyapti, mana shu paperda tak o'qib prezentatsiya qilib keling deganda, haligi joyda o'sha ozgincha qiyinchilik bo'lyapti. Topiklarni olib bo'lganingizdan keyin, o'sha IELTS'lar olganingizdan keyin ham mana shu yeriga e'tibor qilib qo'ysanglar. Endi bu O'zbekistondagilar uchun. O'zingiz tanlagan yo'nalishingiz borsam o'rganib olaman desanglar, ancha qiynalib qolasizlar ekan. Bu meni o'sha bir semestrlik tajribam. O'sha O'zbekistondaligingizni izlab ko'rib, dars materiallari bilan tanishib, tayyorlanishga harakat qiling. Shunaqa. Xo'p, hozir yana savol-javob qismi ham qilamiz. Shu paytda kurs bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, javob berishga harakat qilaman. Hozir video chatda juda ham ko'pchilikni ko'ryapman. Anchadan buyon gaplashmaganmiz. Agar savolinglar bo'lsa, shu bugungi video chat orqali javob berishga harakat qilaman. Va eng oxirgisi kurs to'lovi so'rashganda tekinmi, umr yo'qmi, biz ham qatnashsak bo'ladimi deb. Darajasida qatnashsangiz bo'ladi, lekin tekin emas. Bu kurs uchun yaxshigina harakat qilyapman. Mana o'zi bu kursga qatnashmoqchi bo'lsangiz, o'sha siz oyda har bir kunida available bo'lishingiz kerak. Dars o'sha vaqtda guruhga kirib tayyor turishingiz kerak ekan. Agar bunaqa vaqtni sarflamasangiz, o'sha bu kurs o'zi sizga to'g'ri kelmaydi. Men shunga yarasha mehnat qilyapman, harakat qilyapman, o'zim ham o'rganyapman. Bu narxni O'zbekiston va Koreya uchun har xil. Nega bunaqaligini ham hozir aytib o'taman. O'zim ko'rib chiqdim, atrofdagi kurslar, ularning planlari, narxlari va unchalik menimcha qimmat narx emas deb o'ylayman, o'rtacha narx deb o'ylayman. Sizlar fikringlar qanaqa? Komment yozib qo'ysanglar ham bo'ladi, masalan qimmat yoki arzonligi haqida. Gap narxda emas, qaysidir ma'noda mana shu to'lov sizni darsga bo'lgan intizomingizni ham ushlab turadi. Agar ko'rgan bo'lsanglar, oxirgi o'zimni student kadet degan kanalim bor, orada post tashlab turaman. Oxirgi yuborilgan sertifikatni ko'rgan bo'lsanglar, ana shu kursning narxi $1,5 ming. $1,5 ming. Agar izlab ko'ring, inaqadan Google qilib ko'ring. Xullas, qiymatli narsa hech qachon arzon bo'lmaydi. Lekin self studydan tashqari, self study guruh tekin, o'shandan foydalansanglar ham bo'ladi. Agar kimdadir imkoniyat bo'lmasa, ana shu guruhdan foydalanishni qattiq tavsiya qilaman. Lekin bu challenge tekin emas. Va to'lov qilish vaqti bu bo'yicha yana alohida post yuboraman kanalga. Ertagacha 10 gacha deb yozib qo'yibman. Obedgacha to'lov qilib ba'zi to'ldiradigan narsalar bor. Shuni to'ldirib jo'natsanglar, men sizlarni yopiq guruhga taklif qilaman. Mana shunday. Shu tarzda kursni sekin boshlasak bo'ladi.
Xudo xohlasa birinchi dars ertaga bo'ladi. Hozir bugungi tayyorlagan taqdimotim shu yergacha. Kimdadir savol bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Savol uchun hozir men kanalda post qoldiraman. Post kommentiga yozsanglar bo'ladi yoki qo'l ko'tarsanglar mikrofon ochib beraman. O'zi to'lib ketibdi. Ovoz umuman kelmayapti. Xo'p. Hoy nimadir. Meni ovozim boryaptimi hozir? Ya'ni ovozim yaxshi bordimi? E'tibor bermayapman kommentga. Bizda zo'rlik. Ha. Menimcha Bahor eshigini o'zi bilan bo'lgan bo'lsa kerak. Okay. Yorma ovoz bormadimi hozir? Kim har xil bo'lganmi shunda? Ha. Ko'p. Ha, menimcha internet bilan menda bog'liq muammo bo'lmadi, chunki hech qanaqa qochish bo'lmadi menda. Zapis qildim-ku, zapisni jo'natib berishga harakat qilaman. Xo'p. Bo'pti, nimadandir qolib ketgan bo'lsanglar, so'rasanglar, hozir javob berishga harakat qilaman. Orada yozishibdi vaqti haqida, dars vaqti 10, ya'ni Koreya vaqti bilan 10 ga to'g'ri keladi, O'zbekiston vaqti bilan 6 ga to'g'ri keladi. Bu degani har kuni, через emas, har kuni. Bir kun jonli dars bo'lsa, 4 kun jonli dars bo'lsa, jonli dars bo'lmagan kunlari test bo'ladi. Test va tahlil bo'ladi. Ikkalasida ham bo'lishingiz kerak. Xo'p, vazifalar ham kam emas. Shuni hisobini olib, astoydil o'qishingizga to'g'ri keladi 3 oy. Bekorga challenge deganim yo'q. Shunchaki vaqti bemalol odam uchun emas, hozir shu topik uchun ko'proq vaqt ajrata oladigan talabaga mosroq keladi desam bo'ladi. Orada uzilib ketdi. Okay. Yana savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Qo'l ko'tarsanglar osonroq ekan. Qo'l ko'tarsanglar mikrofoningni ochib beraman, bemalol savol so'rasanglar bo'ladi. Hop. Ovozingiz keldi-ku, lekin dars tugabdi shekilli. Okay. Hop, qaranglar. To'lov uchun karta tashib qo'y. Ha, yana hozirgi prezentatsiyani ham kanalga jo'natib beraman. To'lov bo'yicha ham, ma'lumotlarni ham kanalga jo'natib beraman. Menimcha savol qolmadi, to'g'rimi? Hech kimdan savol kelmadi. Demak, hammasi tushunarli bo'lgan deb o'ylayapman. Hop. Shundaymi? Savol yo'qmi? Savol yo'q deb yozib yuboriblar bo'lmasa. Hozir meni eshityapsizlarmi o'zi? Qo'llar. Menga ko'rinmayapti, lekin qo'l ko'tarayotgan bo'lsanglar, negadir menda ko'rinmayapti-ku bu narsa. Telegram bilan xatolikmi yoki? Bo'ldi, Ergashevda ko'tarildi mana. Xo'p, Ergashev sizga mikrofoningizga ruxsat berdim. Hozir ko'pchilikda ham Murod hop, birinchi darsdan keyin qilsak bo'lmaydimi? Yo'q. Agar probnik dars ko'rmoqchi bo'lsangiz, self studyga boring. Shuning uchun prosta o'qiyman degan odamni olmoqchiman. Chunki 2,5 yillik teaching tajribasi bo'lsa, har xil o'quvchi bor. Xo'p, shuning uchun bitta maqsad bilan kiradigan o'quvchilar olmoqchiman. Self study guruhda 2 ta potok dars bor. Dars soati qancha bo'ladi? Dars 1,5 soat. Haftasiga 4 marta 1,5 soat, haftasiga 6 soat dars qilinadi, oyiga 24 soat bo'ladi.
undan tashqari 16 kunda o'sha test bo'ladi. Siz baribir har kuni 2 soatdan onlayn bo'lishingiz kerak. Onlayn dars uchun, vazifa qilish uchun 4-5 soat ketadi har kuniga. Buni ham aytadigan bo'lsam. Xo'p. Savol yo'q. Men qo'limni ko'tarib turdim, qo'lim to'lib ketdi. Okey. Qo'lingiz hozir tushirilgan ekanda. Ruxsat berdim Bahor aka. Xo'p. Bahor aka gapingiz bo'lsa, gapirsangiz bo'ladi. Yana kimdadir savol bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Okey. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar yo'qmi? Ustoz yaxshimisiz? Zapis bo'ldi. Zapisni guruhga jo'natib beraman. Mana ko'rmayaptimi ustoz? Yo, agar o'sha qo'l ko'tarish kerak bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar. Nimagadir Telegram o'zgarib ketganmi? Qo'l ko'tarilganlar ko'rinmayapti. Xo'p, Bahodirjon sizga ham berib qo'yaman, ruxsat bo'lmasa. Ustoz gapirsam bo'ladimi? Bahorcha ovozingiz kelmayapti. Men rosa gapiryapman lekin boyadan beri. Ovozingiz Hammaga eshitilyaptimi? Menda chota problema bor. Hozir telefondan kirishga harakat qilaman, chunki sizlar meni ovozim borayotgan bo'lsa yaxshi, sizlarning ovozingizlar hozir hech kim ovozi chiqqani yo'q menga. Xo'p, bir daqiqa. Hozir telefonga o'tdim, prezentatsiya o'chib qoldi. Menimcha prezentatsiyadagi hamma narsani ko'rib bo'ldik. Bahor aka, assalomu alaykum. Endi savolingizni berib ko'ring. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Salomatmisiz? Ha, rahmat. Qo'shimcha anons slovarlar yo'qmizmi yoki shu test ichidagi bo'ladimi? Yo. Uni ko'rsatib o'tdim. Endi ovozim orada uzildi deyapsizlar. Biz uni eshitmadik. Slovar uchun ham bo'lib chiqdim. Okey, aytib o'taman. Grammatika uchun ham, lug'at uchun ham, lug'at uchun essential lug'ati, intermediate daraja, listeningni qo'shimcha rivojlantirib borish uchun bu topikdan tashqari, topik 100 talik savollardan tashqari Get It Korean, ya'ni Kyonghee universitetining Paro Hangugo degan darsliklari bor. 3-darajadan boshlab 6gacha ko'ramiz. Readingdan ilkini kuchaytirish uchun Munhwaga indan Hangugoni ko'rib boramiz. Yana nima qoldi? Grammatikadan yanvar oyi uchun Topik Brizellita deb nomlangan kitobni ko'rib boramiz. Keyingi oydan u kitob tugashi bilan Grammar in Use'da Advanced levelini ko'rib boramiz. Xo'p, har bittasini hisobga olishga harakat qildim. Xo'p, Abdulloh bilan Zubayrga ham gapirishga. Bahorcha yana savollar bo'lsa so'rasangiz bo'ladi. Hozirgacha sizlar ko'pchilik nima desa bo'ladi? Ko'pchilik kutgan narsa deydi-ku. Xo'p, menimcha ko'rinyapti ekranim sizlarga. Xo'p, bu yangi checklist. Bu hali yana update bo'ladi. Ko'p qiynalishga ham harakat qilmadim. Nima desa bo'ladi? Vazifalar unchalik ko'p emas. Birinchisi tushuntirib beraman ertaga buni har bittasi qanaqa qilinishini. Mana shunaqa tarzda sizga vazifalar bor va har bittasi bo'yicha bajarib jo'natasiz guruhga, sizni tekshirib baholab borishadi. Mana bu borku, bu o'zi qarab turasiz-da, mana dars vazifa qilmadingiz, u mana bunaqa qolib ketadi F bo'lib. Qizarib qoladi mana bu narsa bor. Bu ko'paygandan keyin mana o'zi o'zgarishni boshlaydi-da. Ana shu paytda siz bilan boshqacha gaplashishga to'g'ri kelib qoladi. Buni o'zi ko'pchilik yaxshi biladi. Ko'pchilik o'zi baribir hozir bitta 80% dan ko'p odam o'zi meni eski o'quvchilarim ekan. Xo'p. Hop, chatga yozayotgan bo'lsanglar, chatga qaraganim yo'q hozircha. Hozir qaraymiz. Nechiga bilan qabul qilasiz? Kamida 110. Agar topikka kirmaganlar bo'lsa, alohida test berib ko'raman. Jonli tahlil qilib bersangiz, qilib bera olsangiz, darajangiz yetsa qabul qilaman. Hop, 51-50 yanvar oyida 53 gacha. Uyog'i 54 ga bag'ishlangan bo'ladi ko'proq. Umuman olganda 3 oy ichida shu polniy topik bo'yicha maksimal o'qishga harakat qilamiz. Siz ham maksimal harakat qilishingiz kerak.
Dars Zoomda bo'ladimi? O'ylab ko'rdim. E'tibor bergan bo'lsanglar, ana guruhda ko'rsatdim-ku, qanaqa tartiblanganligini, alohida bo'limlarga bo'lingan. Birinchi Discord degan platforma bor, bilsanglar. Discord bu juda ham professional birorta kurs qilishga, mavzular bo'lingan bo'ladi, stream qilsa bo'ladi, yerda video yozib olsa bo'ladi. Xullas, hammasi birlashtirilganda, sizlarga aytsam, Zoom, Telegram hammasi birlashtirilgan versiyasi. Uni o'ylab qarasam, menga u juda ham qulay, lekin ko'pchilikka qulay bo'lmasligi mumkin-da. Hali texnika bilan doimiy tanish bo'lmagan odamga biroz qiyinlik qilishi mumkin. Shuning uchun eng qulay versiyasi hozir Telegram o'zi chotki rivojlanib boryapti. Telegramda ham ancha qilsa bo'lyapti. Menimcha Telegram yaxshisi. Mana bu productivity degan narsa bor-ku, nima deydi? Kam vaqt ichida ko'proq narsa qilish, shu narsaga ko'proq urg'u qaratyapman. O'zi men ham 2026 da, sizlar ham shunaqa qilsanglar yaxshi. Bitta maslahat. Shuning uchun ko'rgan bo'lsanglar, prezentatsiya unchalik wow darajada emas, no ati kerakli kontent bor ichida. Shunaqa. Hop. Ustoz 100 chiqqan. Okey, naqa qilib ko'ramiz. Listga yozib ko'rsangiz, bitta test qilib ko'ramiz. 110 dan past bo'lsa test qilib ko'ramiz. Qachon olganingizga ham bog'liq. Editor yo'qmikan? Editor bor, editor o'zi o'ylaylar, naqa qildim-ku. 4-5 daraja fevralda bo'lsa, shunda editorni o'rta darajada, martda yuqori darajada o'rganamiz deb. Xo'p. Chatga yozishyapti, kutib turamiz. Kimdir gapirmoqchi bo'lsa, qo'l ko'tarsanglar bo'ladi. Test bersangiz yaxshi-da. Albatta test beraman. Video chat tugasa, xabar beraman shu test berish, to'lov ma'lumotlari и kursdagi zapisi и prezentatsiyani ulashishga harakat qilaman. Tezlik bilan videoni tashlab bering-a. Okey. Rassayo. Okey. 3 kishi yozyapti ekan, kutib turamiz ozgina. Telegram botdagi savollarni kechroq yetsa ham bo'ladimi? Soat 10 da emas-ku, 11 larda. Xo'p, qaranglar, Telegram botdagi savollarni, o'sha botda ham o'zim yozib chiqyapman. Taqmoqchiman, u bo'yicha gapiradigan bo'lsam, odatiy darslarimiz 10 da bo'ladi-ku, chunki o'sha 11 da agar darslarni oladigan bo'lsa, kech bo'lib ketadi-da. Yaqinda semestr tugasa, o'qish boshlansa, uncha problem bo'lishi mumkin. Shuning uchun test vaqti yarim soat bo'ladi, deadline. Lekin 10 dan 12 gacha orasida qolgan vaqtingizni yechsangiz bo'ladi. Masalan, qolgan yarim soat ichida yechsangiz bo'ladi. Shu tarzda. Shunda menimcha ulgurasiz. Agar masalan 11 da chiqadigan bo'lsangiz, ulgursangiz bo'ladi. Xudo xolasa, uni muammo bo'lmaydi hozir shu. To'lov qilingandan keyin dars qachondan boshlanadi? Dars ertadan boshlanadi. Shu aytganimdek, to'lov qilganingizdan keyin qabul qilaman. И dars ertadan birinchi dars boshlanadi. Shu bilan уже har kuni dars. Bir orada 3 kun jonli dars bo'lmaydi, tushuntirdimmi? Xo'p. Okey. Diyorbek, Sirojiddin yozyaptilar. To'rga bor o'quvchilar fevraldan boshlanadi. Diyorbek, darajangizni bilaman. 5 ga ozgina qoluvdi. Xo'p, agar fevraldan boshlayman desangiz, mayli. Lekin yanvardan qo'shilsangiz ham bo'ladi, chunki shu aytganimdek, juda ham savol turlarini ko'ramiz. 3-darajaga bog'liq. Masalan, 100 ta savol ko'rsangiz, ularda haligi qiyinchilik qolmaydi. O'sha 5-6 ga chiqishingizdagi asosiy tayanch ana shu yerda-da, chunki 130 ball bor. Shuning uchun yanvardan qo'shilishni ham maslahat beraman. 53-54 qattiq tayyorlanishim kerak. Okey, qattiq tayyorlantiramiz. Xullas, aytilgan vazifalarni bajarsanglar,
men sizga o'sha yo'lni ko'rsatib bera olaman. Bunisiga men aqlim yetadi. Sizlardan o'sha mehnat talab qilinadi. Endi oson bo'lmaydi. Juda ham ko'p stress, juda ham Koreyada bo'lsa, juda ham ko'p sochlaringiz to'kilishi mumkin. Bunisiga men javob bermayman, chunki o'zim ham boshqa tilda ham o'rganyapman ayni paytda. Juda ham ko'plar soch to'kilyapti. Endi har kuni qilish kerak-ku, to'g'rimi? Qiyin bo'lsa ham, oson bo'lsa ham mana shunda qanaqadir qobiliyat rivojlanadi-da. Hop, chunki baza bor, gap yo'q zo'r. Xitoy tilini o'rganyapsizmi? Ayyo, Xitoy tilini o'rganganim yo'q. Agar BOMdagi hop aytayotgan bo'lsangiz, u hanja. Koreyskiyni balandrog'ida shunaqa hanjalar chiqishni boshlaydi. Sajasong deb atashadi. Shuni olib, menga yoqadigan sajasongni olib qo'yib qo'yganman. Hop, menimcha savollar tugadi shekilli. Hop, Gulzira Sirojiddin. Tezlashamiz. Hanja koreys tilining qadimiy variantimi? Koreys tilining qadimiy varianti deb bo'lmaydi. Nima deydi? Masalan, so'zlarda kelib chiqishi bor-ku. Bitta narsani aytganda, masalan, professorimiz aytgandilar. Xitoy sonlari deymiz-ku. Endi bu qanchalik to'g'ri? Buni endi bitta research qilib qo'yish kerak, tekshirib qo'yish kerak. Darsda aytgandilar. Masalan, Xitoy sanog'i deganimizda ham aslida Xitoyda ishlatiladigan sanoq emas. Xuddi tarixda masalan bitta davlat bo'lganda, masalan O'zbekiston ham Turkiston bo'lganida, Koreya ham xuddi shunaqa bo'lgan Xitoy bilan, o'sha yurt uchun ishlatilgan sanoq bo'lganligi uchun shunaqa nom berilgan deb aytgan edi, shunaqa deyish mumkin deb aytgan edi. Xo'p, endi mana bu hanjalarga keladigan bo'lsanglar, shu eskitdan ma'noga ega bitta bo'g'in, o'sha qanaqadir ma'nosi bor, shunga qarab ko'rinish berilgan. Shunaqa. Endi uni koreys tili, sof koreys tili deyishmasligi haqida endi uni bir lingvistlar yaxshiroq bilsa kerak, ChatGPT ga borganingiz yaxshiroq. Uni ChatGPT uchun saqlab qo'yganingiz, biron nima deyishga ozgina bo'lmadi lekin. Lekin ko'p haligi nima deydi? Universitet nomlari, masalan, men universitetim Kyongsongda. Kyongsong degani aslida hali porlayotgan yulduz degani. Haligi Kyongsong degan koreys tilida so'z yo'q, o'sha hanjadan kelib chiqib, qadimiy hanjadan kelib chiqib, porlayotgan yulduz. Ko'p universitetda o'sha darvozalariga qarasangiz ham, hozir o'zim Sonmundaman, o'sha Sonmun darvozasiga ham yozilgan, naqada hanjada yozilgan. Shunaqa. Eskitdan shuna foydalanishganligi uchun hozirgacha ko'p chiqadi. Hop, men o'zim o'rganganman-da Xitoy tilini, koreys tilidagi bir ikkita so'zlari o'xshash, lekin hammasi emas. Da, shunaqa. Shu qadimda o'sha bir xil bo'lgan deb aytishgandilar. 3 kubdan 6 kubgacha qancha vaqt kerak? Qancha vaqt kerakligi sizga bog'liq. Meni natijalarimda ko'rgan bo'lsangiz, 3 oktyabrda olgan bo'lsam, aprelga 5 ga ko'targanman. Lekin o'shandan qattiq o'qigandim. Xo'p, 6 ga chiqishga lekin ko'proq 4 marta imtihonda 5 ketma-ket olib, keyin 6 ga chiqish nasib qilgan. Endi bu hammada har xil ishlaydi. Kimdadir tez bo'lishi mumkin, kimdadir sekin bo'lishi mumkin. Bu sizga bog'liq. Muhimi harakatdan to'xtamaslik kerak. Haligi deylik, masalan, meni 6 ga deb hisoblaydigan bo'lsangiz, bittada kirib 6 ga olmaganligimga shuni misolini tashladim. Mana 10 ta kirganman, shuning uchun 6 gapim bor. Bitta emas, 3 ta. Shu 6 ga yetguncha tajribalar, shu davomiylik sabab bo'lgan deb o'ylayman. Masalan, 11-imtihonga kirishdan ham qo'rqmayman, kirib qo'yaveraman, o'zim uchun yangi natija. Shu. Menimcha savollar to'xtadi. Hop. Hamma dars emas, orientationda zapisi va qolgan ma'lumotlarni guruhda, kanalda yana uzatib qo'yaman kechga. Hammalaringga rahmat. Qiziqish bildirganinglar uchun, qatnashganinglar uchun, o'tgan vaqtga rozi bo'linglar. Xudo xolasa darsda ko'rishguncha.